To'g'ri qo'y izlab yurgan obunachilarimizga haqiqiy yosh variantlarda yetib keldi. Hurmatli obunachilar, videoda erinmasdan oxirigacha ko'rib turasizlar. Xudo xolasa sizlarga manfaatli, foydali video qildirishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum, qo'ychor oshqozonlar, hurmatli obunachilar va bizni muntazam kuzatib kelayotgan aziz aka-ukalar. Akalar, bugun xudo xolasa biz video syomkalarimizni sizlar uchun Namangan viloyati Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'idan olib boryapmiz. Video yoqsa bilan like bosib, kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, xudo xolasa qo'llab-quvvatlab tursalar, mana shunaqa videolardan chiqarishda biz charchamaymiz. Xo'p, akalar, bugun hafta kunimizga yakshanba dam olish kuni. Hammalaringga kunlaring xayrli, barakatli bo'lsin. Xo'p, chesolarimiz 10-may 2026-yil. Xo'p, bugun xudo xolasa yana o'zimizda shu qadrdonimiz Cho'pon bolani meni qo'y fermasiga yetib kelganmiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum kerak. Assalomu alaykum. Baraka bozorda shaddiy obunachilar. Obunachilar videoni oxiriga qadar ko'rib, yaxshi seleksiyani boshlaydigan obunachilaringizga standartni, yaxshi urg'ochi, yarichkalar kelgan videoni oxiriga qadar ko'rib, bittadan like-ni bosib, har doimgidek podpishkada tursa, zo'rlarini arzon narxlarda chiqarib beraman. 5 partiya yaxshi qo'yim bor ama. Videoni oxiriga qadar ko'rsa, zo'r narxda qo'yib beraman. Ammo bittadan sharti like-ni bosib, keyin telefon qilsin. O'shanda ish bitadi. Chara like-ni bosib qo'ysin. Yaxshi narsalarni yetganmiz. Joningiz sog' bo'lsin. Xo'p, bizda bugun birinchi partiyamizga to'qli variantlar ekan-a? Xudo xolasa. Qarang. To'qlilar ekan, hurmatli obunachilar. Oxirigacha Xudo xolasa yaxshi seleksionerni qo'lida bo'lsa, bu qo'ylar so'mga bermaydi. Qarang aka. Yuzda ham qarang. Hamma yog'i kelgan. Mana. Toza parodali qo'zlar kelgan mana. Yoshlar qarang. 8 oylik. Hozir qo'chqorga tayyor. Qo'chqorga tayyor. Qo'ysa qo'ydi. Ular aytgan nachada bolani beradi xudo xolasa. Mana obunachilarga bitta vaqtdan yana. Buni hurmatli obunachilar mana. Hammasi bir xilda qo'zlar qarang. Haqiqatan hammasini yuzvoshi chiroyli ekan. Bo'lsa bitta bu. Obunachilar, xudo xolasa qo'ydi, hammasi bir xil standart holatda ekan. Ulkanroqda o'shancha ko'zga sal ko'rinmayapti. Buni dinni qo'yib o'zini ko'rsa, qo'ylar haqiqiy ular aytgandaga beradi. Obunachilar, xudo xolasa. Xo'p, birinchi partiyamiz bu yerda nechta? Bu yerda 7 dona ekan. 7 bosh'a? 7 dona. 7 bosh ekan. Mana obunachilar, yuzlariga e'tibor berasizlar, yuzlari juda chiroyli, to'llari ham xudo xolasa yaxshi. Oyoqlari stakan tuyoq, mana dumbalari osilib ketmagan, dumba ayru dumba ekan obunachilar. Qarang, o'zim ishqivozi xolasa yaxshi baraka topadi. Mana razrezlari. Narxlari ham juda chiroyli, go'zal ekan juda. O'zim turishi. Mana yoshlar. Biz hozir chiqadi yangi. Ikki tish o'tib turmadi. Tayyor o'zi qo'chqorga da xolasa olgan odam baraka topadigan narsalar. Bo'ldi. Qo'yaveramiz jonivorni. Hurmatli obunachilar, mana oxirigacha ko'p turasizlar. Buni chiroyli qilib. Ichida zo'ri ko'p. Afsa ko'rinadi. Mana. Xo'p, bu yerda 7 bosh ekan, xudo xolasa ma'lumotni tez beramiz. Partiyalar ko'p dedingiz. Xo'p, bo'y bastini nima deymiz bularni? 80ligi ham bor. Mayli 75 plus minusga olish olsin. Ichida 80ligidan 3-4 ta bor. Mayli o'sha 75 plus minusga olishaversin, ha? Borganlarga 80 chiqib bersa, ular xursand qoladi. Mayli, olsin. Bu yog'i bonus ekan. 75 plus minus avval olishaversin. Mana. Mana obunachilar. Xo'p, bu vasqsirlar nima deymiz? Shu narsa bizga ham kerak. Mana shu narsa? Ha, shu narsaga olishaversin. Tepasi bo'lmaganmiz. Bu vasqsirlarga garantiyadan berishmas ekan. Qo'shilmagan aka. Buni qaratingda yaxshi arashani bor ekanlarimiz. Olsin, qo'chqor qo'shilmagan menimcha. 100% qo'chqor yurmagan ichida bular. Bo'ldi. Xo'p, qo'chqor bor akalarimizga ham tavsiya qilamiz. Obunachilar. Obunachilar, mana bir qator e'tibor berib, mana ko'rasizlar. Bular hali qo'chqor qo'shilmagan. Avgust oyiga qo'chqor qo'shilsa, Shaga bitta bor ekan, bir dona. bittasi endi o'tyapti. Bir dona shaga bor ekan. Bo'ldi. Undan u yog'i. Mana birinchi turgani. Qatdan ham lekin ammo sifati juda chiroyli ekan. Sifati zo'r. Xudo xolasa telefon qilsa, yanada to'liq ma'lumotni olishadi. Bo'ldi. Joningiz sog' bo'lsin. Xudo xolasa pastda nomerlarda Telegram, WhatsApplar bor. Metkani qilib tashlaysa, xudo xolasa ishlaringizni bitta berishadi. Musofirdan oladigan qo'ylarda shaytiga bitta aptashib berib turganda qo'ylar zo'r ko'rinadi. Hozir salqinda ko'rinyapti. Qanday ko'rinadi bilmadim. Yoshda ko'rinsa ekan. O'shani qaytarib mana yeb ishlari yaxshi ekan. Xudo xolasa bir hafta bemalol sinab olishaveradi. Bir haftaga Bemalol sinab olgansizlar bir hafta xudo xolasa. Musofirdan kuzatayotgan aka-ukalarimizga ham tavsiya qilamiz. Musofirdan arzon. Musofirdan telefon qilsa ish bitadi. Chiroyli. Ularga arzon bo'ladi, ha? Arzon, o'shalar musofirda akalarimiz yaxshi qo'yib olsa arzon qilib beraman. Bo'ldi. Bittadan like bosib qo'yinglar, hurmatli obunachilar, mana. Bemalol xudo xolasa ishlaringizni bitirib berishadi. Xo'p, endi buni narxini nima deymiz? Narxini oldik, qo'shdi gap yo'q. Bo'ladiganini aytaman, telefon qilsa, ozmas o'tib beraman. Ozmas emas, ko'ngildagida o'tib beraman.
bir joyga olsin 6 million 200 ming so'mlarga beraman mana. 6 million 200 ming so'm. Obunachilaringizga aka, buni ichida mana narsalar bermaydi. Joyda ham mashq qo'yiladi. 7 million ustida qo'y degan aslida. 7 million ustida qo'ydi ichida yonidagi garbaroslarga mashqlar o'tirgan bermagan aytilgan narxdan. Optim bir joyga tortsa 6 million 200 dan mana olsin. Xayri bormi? Telefon qilish olsin o'zlariga o'tib beradi. O'zlari o'tib berasiz. Ha, ammo like-ni bosib, oshna o'g'aylar tashlab qo'ysa, bunaqasi bir marta keldi shu sezoniga aka. Xolos mana mashq qo'yiladi. O'zingga ham bermagan shundan. So'ting mashq qo'yiladi, 7 dan ustida gapir degan aka, mashq qo'yiladi. Masalan, ajratib chiqarishga bermaydi ham hech qayda bu qo'ydi 6.5 million. Optim olsin ichidan qo'shib. Shu ham ketaveradi. 3 ta bor shunaqadan. 3 ta, 3 ta ovasi ham bor ha. Quloqni qara. Mana olish olsin, bir joyga olsin, xolos. Mana hurmatli obunachilar, xudo xolasa 7 boshda 6 million 200 ming so'mga deyaptilar. Menga qarang-da, videoni boshidan bitidan like-ni bosib, padishkada turgan hoji bolaga, oshna o'g'aylarga 6 million 200 emas. Mana 100 ming o'tib vaqt olmayman. 6 million so'mga telefon qilsa olsin mana. Joning sog' bo'lsin. 7 tani bir joyga 6 7tasi bir joyga olgan odamga xudo xolasa 6 million so'mga Bo'ladigan ketaveradi. narx jo'natib bor desin, Toshkentga dor. Dastlabki hozir qo'shib berishadi, yetkazib beraman mana. Olsin mana. Fodiy bo'lib Toshkentgacha bu- dastlabkasini uylar 3 ta berishar ekan, xudo xolasa vohaga bo'lsa o'zlarini kelishaverasizlar xudo xolasa. Yaxshi narsalar, oyga odam maza qiladi. Bo'ldi, joningiz sog' bo'lsin. Bemalol telefon qilsa, xudo xolasa hech kim aytganini sotmaydi, ishlaringni bitirib berishadi. Bizda endi keyingi partiya. Hurmatli obunachilar, bizda endi ikkinchi partiyamizga mana bundaqa bodam gullardan ekan. Oxirgacha ko'rib turasizlar, erinmasdan. Bu haqida aka yarichkilari. Bizga odam gullar yetib kelgan haqiqiy ishqibozlariga-da, xolosdan. shalqon quloqlardan kelibdi. Quloq qarang ham quloq, garbonosman quloqqa bitta bordi berasa, yaxshi narsalar, ishqiboz olsa, baraka topar. Razizdan qarang, haqiqiy udar qo'zlar mana aka, badani zo'r, semiz. Simjun variantdan. Jundi ham qarang, haqiqiy yaxshi qo'ydi bolasi, inahini kecha tepasida ko'rib olgandi. Buni ham inasiga bog'lab bolalar olingan. Bir jup ekan-a? Bir jup, ha. Obunachilar. Va xolasa yaxshi qo'zdan, qo'zini qarang. Mo'g'lan qarang, qarang, yallovoshni qarang aka. Ikkalasi bir xil ekan. Hobbiga buni ishqiboziga sotaman. Egizchimasmi bular ishqib? Yo'q, yakka-yakka. Yakka-yakkami? Obunachilar Egizcha bo'lsa egizcha deymiz, yakka-yakka bo'lsa yakka-yakka deymiz. bir-biriga o'xshash ekan. Odam gullari qarang qo'zladi. Yoshlar hali. Mana, juda bola qo'ylar. Katta qo'ydi bolalar aka. Maza qiladi qo'zlar. Xo'p, bular necha oylikka beramiz? 6 oylikka olish olsa, o'sha 6 oylik. Nari beri qo'zlar. Tepasida bo'lgani ko'z taqmaydi. 6 oy. Razizdan o'rgan, razizdan o'rgatgan. Mana, Dr. Aziz ham chiroyli ekan. Ana qo'zlar. Mana. Ikkalasi ham bir xil ekan, hurmatli obunachilar. Razizdan qarang, tikka. Degan razizlarda, qochgani ham qiynalmaydi qo'ylar. Badallari ham zo'r. Uzoqroqdan qo'ydan. Obunachilar. Qo'yveruvchi. Bo'l, qo'yveruvchi jonivorlar. Bunga suvini qo'yaylikchi. O'g'an kelib qulog'ini. Bo'ybasi nima deymiz bularda? Endi bo'ladi, endi bu 6 oylik qo'zini bo'yga emas, 70 oshirdi. Biz o'lchab ko'rmadik-ku, 70 oshga deyapti. Xudo xolasa. Odam gullari bu haqiqiy. Uzoq yillar boqaman degan hoji tog'alarimizni tavsiya qilamiz. Mana tarbiyalab o'zlarini boqib. Hurmatli obunachilar, bo'ybasi 70 qolar ekansizlar, xudo xolasa. So'rasalar takroriy video ko'p o'lchab ham berishaveradi. Yebisda umuman muammosi yo'q-a? Aka bu qo'zlar qo'yni ortdan ovqat bersin, yeydi mana shu qo'ylar. Ishonavering. Yaxshi qo'ylar, yeb ichsa zo'r. Badanini qarang, badanini o'zi bilsa quloq qarang. Haq to'lyapti, qarang. Haqiqatdan ham yebisda muammosi Umuman yo'q ekan. muammo yo'q. Mana ikkita bodam guli ishqibozlariga xudo xolasa tavsiya qilamiz. Xo'p, buni endi Ikki ham urg'ochi bular, aytib qo'yaylik, yana qo'shqalar. Ikki ham urg'ochi. bo'ldi. Qo'shqorlaring bo'lsa, hurmatli obunachilar, qo'shib urasizlar mana. Ikkita bodam guli mana. Bir jup. Narxi nima deymiz ularda? Narxini bo'ladigan aytib qo'yaman, telefon qilsa, dastlabkini qilib beraman. 10 million 500 ming bo'lsa yetkazib beraman. 5 million 250 ming so'mdan telefon qilsin, dastlabkini Toshkentga qilib beraman. Mana hurmatli obunachilar, xudo xolasa 10 million 500 ming so'm narx Ammo aytishyapti. yaxshi narsa masi bor-ku. Bilgan odam qo'zini taniydigan odam biladi, qo'ydi-da, ko'rgan odam o'zi ajratamiz, uzatmayman. Bu narsa narsa buni qarang, qulog'i daga tushmaydi, uncha qo'zda ham aka. 2-3 ming so'm olsam qulog'imcha bermaydi. Hozirdan 6 oylik qo'zini qulog'i shunaqa, endi bunisi qarang. Olsin 10 million 500 ming so'mga boradi, orinmay pulini berishadi. Lakta bosib qo'ysin qo'zg'aga. Joningiz sog' bo'lsin. Hurmatli obunachilar, 10 million 500 ming so'm narx aytishyapti, xudo xolasa. Bemalol telefon qilib talash-torish olarasizlar. Bizni kuzatishda davom etinglar, bizda endi keyingi partiya. Hurmatli obunachilar, bizda endi keyingi partiyamizga bu yerda 3 bosh ekan, buni ham chiroyli qilib
yoritib beramiz. Oxirigacha ko'rib turasizlar. O'zingiz O'zingiz 2 dona urg'ochi, 1 dona qo'chqori bilan. Qo'chqori o'zi Ha, bilan? O'zi bilan. Haligi ko'paytirib naslni olaman degan obunachilaringizni ya'ni xillab qo'ydim o'zi. Sololar ham chakana sololarmi? Solo qarang ekan o'zi qulog'ini. oldida ikkitasi sovlo ekan-a? Ha, ikkita vas qo'chqori aka, o'rtadagi. Qo'chqori juda bo'lakcha narsa ekan. Hurmatli obunachilar, mana orqa boshlariga ham bir e'tibor berasizlar. Orqalari ham haqiqiy juda chiroyli ekan. Mana yuzlari, oyoqlari, Yaqin kelayapti. Ular bitta ko'rsinda obunachilaringiz ash qo'zlari. Shusa ko'rinibdi qo'y. stoykalari ham juda chiroyli ekan. Hurmatli obunachilar. Qo'chqorni bitta o'shanda, qo'zini qarang, qo'zini qarang, yuzini. Haqiqiy ish qo'g'ozi, qo'y qo'g'ozi etidan kelgan yaxshi balon olib yuraveradi qo'zidan. O'shaning uchun akkeldi aka mana. Qarang. Qo'chqor o'rtada qo'chqori. Ikkiga so'llar. Mana bunisi qo'chqor. Hurmatli obunachilar. Bunisi Urg'ochda urg'ochi. bolasi olgan odam maza qiladi. Ikkinchi urg'ochi bunisi ekan, hurmatli obunachilar. Orqasini o'tib qo'ying shuni, mana orqalari. Kengligi hamma joyda. Qo'chqor tumshug'ini qarang aka, bu qarang. So'liq haqiqiy mana qo'zini qarang. Mana jonivorlik ekanlar, narsa qilgan. Chiroyli narsalar. Ish qo'zlari maza qiladi o'sa. Tushlari hamma yo'q kelishgan. Oyoqlari ham nihoyatda baquvvat ekan, hurmatli obunachilar. Bo'ldi, qo'yaverma jonivorlarni. Hammasi bir-biridan chiroyli ekan, hurmatli obunachilar. Qo'chqor haqida yurmaysizlar, qo'chqori o'zida O'zi ekan, bilan xudo xolasa. shuncha xillab qo'ydi, qiynalmasin deb. Xo'p, necha oylikka beramiz ularni? 6 oylik ular, 6 oylik plus qo'zi shunaqa, keyin tepasi bo'lmaganmidi, qo'ztag'maymiz, bizning ko'z pishib ketgan. Bo'ldi, 6 oylik atrofidagi hurmatli obunachilar bemalol, xudo xolasa, kimga qiziq bo'lsa, aloqa ochib ko'rasizlar. Ishlaringni bitirib berishadi. Yaxshi qo'ydi bolalar lekin. Bu olgan sababi etidan klientga ham tak etidan keyin qo'yingdan baraka topdim deysiz, shuncha kelamiz. Yaxshi qo'ydi bolalar, olgan odam mazza qilib qoladi. Joningiz sog' Kechqurunga bo'lsin. qo'zsa ham bo'ladi, bahorga qo'zsa zo'r oladi mashlarni. Qo'chqor o'zi bilan ekan, xudo xolasa, uzoq yillar bolasini olib o'zlarini boqib yurasizlar, hurmatli obunachilar. Xo'p, buni ko'p cho'zmaylikda buni narxi nima deymiz buni? Narxi 5 milliondan pastida obunachilaringizga 5 milliondan pastida yarichki qo'zilar ekan. Bir joyga olishsa men so'ramay, bitta narx ayting. 4 million 800 dan. Bo'ladimi? 4 million 800 ming so'mdan. Arzonmi eldan? O'zingiz Buni- tanasa deng. Buni arzon qimmatligini biz obunachilarimiz o'zlari 4 million 800 ming so'mdan ashi. baho Qo'chqori ham shuncha ketdi mana aka. obunachilar berishadi. Xudo xolasa, arzon qimmat bo'lsa kommentariyga yozib qoldirasizlar o'z Bo'ldi, fikrlaringizni. qarab turing. O'tib beraman dedim. Bugun videoni boshida arzon bo'ladi dedikmi? Aha. Uchovga 300 ming kam berishsin. 4 million 700 dan hisoblan chiqarib, pul berishsin, dastavkani qilib beraman. Olsin mana obunachi. Joningiz sog' bo'lsin. 4 million 700 ming so'mdan narx aytishyapti, xudo xolasa. Ashini qo'ysa 5 million 5 million x qo'yishga mana urg'ochilar aka. Kelgan yo'q bunaqa urg'ochi. Topib ko'rish oson bo'lgan yo'q. Mana arzonlar shaytida 4 million 700 dan dastavkasi ham ketdi. Bo'ldi. Hurmatli obunachilar, kimga qiziq bo'lsa, bemalol aloqa ochib ko'rsa, xudo xolasa, ishlaringni bitirib berishadi. Bizni kuzatishni davom etinglar, bizda endi keyingi partiya. Halollik cho'g'i. Hurmatli obunachilar, bizda endi keyingi partiyaga ham xudo xolasa ikkita urg'ochi, bitta qo'chqor variantidan ekan. Qisqacha ma'lumotni o'zingiz 2 berasiz. dona urg'ochi, bitta qo'chqor. Aka, bu ham shunaqa komplekt. Ammo undan ancha arzon bo'ladi. Pul ancha arzon bo'ladi? Ha, arzon bo'ladi. Chiroyli. Mana qo'ylarda Ochkilari. Qo'zlarni qarang, bir xilda uchovi. haqiqatdan uchalasi hamma yo'q bir xil ekan, hurmatli Qo'chqor obunachilar. ekan, qo'chqor emas. Faqat turgani qo'chqor ekan. Yosh devor oilalarga tomonidan. tavsiya qilamizda, yangi ko'chib chiqqan odamlar bor, o'shalar oson maza qiladi. Yo'llar qo'yib yuboray, boqadigan taka. Maysa yursa maza qilib qo'zilar. Bo'ldi, yoshligini nima deymiz? Bo'ldi. 4 oy. Shunaqa 5 oylik qara kelyapti-da, shunaqa. To'rali atrofida. Ha, 4 oylik shunaqa darajada. To'ralik atrofida ekan, hurmatli obunachilar. Bo'ybasini nima deymiz, bo'ybaslar? Bo'ybaslar. Bo'ybasini aka hozir videoda o'lchab bersa bo'ladi, cho'zilib ketadi. O'shaning uchun bo'ybasini og'zaki ko'z ta'min. 60 ga olasiz. Mana 60 bo'ladimi? 60 ga olar ekan, hurmatli obunachilar. 60 dan ham oshib chiqmasa kerak. Endi oshiqcha buni bir qara junichiraman. Juni olib qo'ydik. Uni qo'zini qarang ekan, quloq. Ha, qarang. Jar bo'lsa bitta bahoni berilsa, Zarbo'raslar chiroyli orqalari. razrezlari mana. Hamma yo'q kelishgan ekan, hurmatli obunachilar. Haqiqat. Ha. Yoshidan boqaman deganlarga tavsiya qilib qolamiz. Xo'p, uchalasini bir joyga olishsin. Necha puldan berishadi? Obunachilaringizga hozirgi 4 million 700 dan chiqargan bo'lsa, keyin undan 1 million arzon bo'ladi. 3 million 700 ming so'mdan telefon qilishyapsiz. 3 million- Dastlabkini ham qilib beraman. 3 million 700 ming so'm. 700 ming so'mdan olsin mana. Hurmatli obunachilar, Yaxshi keladi. Xudo xolasa 3 million 700 ming so'mga dastavkasi ichida o'zlari yetkazib olib berishar ekan. Xudo xolasa bemalol aloqa ochib ko'rasizlar, ishlaringni bitirib berishadi.
Hurmatli obunachilar, bizni kuzatishda davom etinglar. Bizda endi keyingi partiya. Hurmatli obunachilar, bizda endi keyingi partiyamizga 2 dona qo'chqor ekan, yosh variantdan ekan. Ahamiyat berib qaraysizlar, xudo xolosa, durma boshlari ham juda chiroyli, yuzlari ham mana tiniq variantdan ekan. Oyoqlari istagan tuyoq, xudo xolosa, go'sht va zot yo'nalishiga sizlarga tavsiya qilamiz. Qisqacha ma'lumotni o'zingiz berasiz, keyin narxiga o'tamiz. 7 oylik qo'zilar. Aha. Endi 2 dona go'sht yo'nalishiga ham bo'laveradi aka. O'zim ishga hozirga yaxshi daromad qilmayman degan obunachilarga ham bo'laveradi. 2 tomonlama qo'yib boqadi ekan. Go'sht va zot yo'nalishiga. Ha, zot yo'nalishiga, xudo xolosa. Sariq otga mana shu to'xtab. Mana hurmatli obunachilar. Dumba qarang. Haqiqatan mana Yurak dumba aka. xudo xolosa zo'rlardan ekan, hurmatli obunachilar. Tashdan qo'y. Mana hurmatli obunachilar. Hamma yo'g'i xudo xolosa, buni soni juda chiroyli ekan. Bu baslar nima deymiz bularda? Bo'ybastlarda bular ham shunaqa 65-70 ga yaqin. 70 ga yaqin ekan, hurmatli obunachilar. Qo'zg'olon o'lchab ham beraveramiz, daqasi yo'q. Telefon qilsa o'lchab. Telefonga odamga xudo xolosa takroriy video qilib berishar ekan mana. Xudo xolosa bitta qora bitta sariq qani qaysi biri zo'r ketadi. Ish qog'oziga o'shancha xillab qo'ydik. bo'ldi. Joningiz sog' bo'lsin. Nima deymiz pulini? Narxi bilan maqtanamizmi? Qisqa va lo'nda, xudo xolosa, oyga odam baraka topsa bo'ldi. 4 million so'mdan 8 million so'm bo'lsa chiqsin, dastlabkini qilib beraman. Bo'ldi degan narxi. Bo'ladigan bo'lmaydi, hamma narsaning kami bor. Telefon qilsan kelishadigan joyi bor aka. Joningiz Bitadi sog' bizda. Muammo yo'q, telefon qilish olsin. Bemalol telefon ko'ragansizlar, xudo xolosa 4 million so'mdan 8 million so'm narx aytishyapti, xudo xolosa ishlaringni bitirib berishadi. Shoshilib aloqa ochib ko'rasizlar, xudo xolosa mana haqiqiy qo'zladi, zo'rlaridan. Kuzatishlar davom etganlar, bizda endi keyingi partiya. Hurmatli obunachilar, bizda endi keyingi partiyamizga mana bunaqa dollar svetlardan ekan. Videoda erinmasdan oxirigacha ko'rib turasizlar, buni ham chiroyli qilib qisqacha ma'lumotini berib o'taman. Yaxshi ko'klaridan aka, olgan odam ham mazza qiladi. Ikkita hobbiga men topib keldik, ko'kidan. Ishqovoziga ham sotamiz, xudo xolosa. Yaxshi Joningiz sog' bo'lsin mana. qarang. Dumba razlizlari ham juda chiroyli ekan, oyoqlariga Qo'chqorga qo'shsa, ko'k qo'chqorga chiroyli bola beradi, xudo xolosa. qattan ham mana. Xudo xolosa qo'chqorlaring bo'lsa, bemalol olib qo'shib o'ragansizlar, hurmatli obunachilar. Xudo xolosa zo'r variantlardan ekan. Eti boshi ham yaxshi, quloqlari ham but-butun mana. Chiroyli, zo'r variantlardan ekan, hurmatli obunachilar. Oxirigacha ko'rib turasizlar erinmasdan. Xo'p, bularda yosh oylarni qanaqa ekan bularda? Aka, uni u yoqda bitta tuqqan qo'y. Mana bu. Qo'zi. Orqasidagi qo'zi. Bunisi mana bariga turani bitta tuqqan qo'y. Nargisi yosh, qo'z ish buzmagan hali. Qo'chqor qo'shilmagan ikkoviga ham. Qo'chqor bo'lsa, qo'zsa va xolasa yaxshi bo'ladi mana. Yeyishni zo'r saxiy badanga qo'y. Hurmatli obunachilar. Qayerga junnab qo'ydi. Qo'chqorga qo'shib mazza qilib olaman. O'sha endi ishqovoziga aytaganda daromadiga emas, endi ko'p yaxshisini olaman degan obunachilaringiz telefon qilish olsa ish bitadi. Bo'ldi. Joningiz sog' bo'lsin. Qo'zi aka hali ish buzmagan. Bunisi hali qo'zi tushmagan ekan. But-butun. Bir yuzda qarang, o'xshashligini qarang. Mana obunachilar, Ko'k xudo xolosa dollar svetlariga tavsiya qilamiz mana. Haqiqiy yosh zo'r variantlar ekan. Xudo Dumbalar xolosa. ham bunaqa osilgan dumba emas, chiroyli. qarang. Bir xilda chiroyli narsa. Mana. Qiziqqanlar bemalol aloqa ochib ko'rasizlar, xudo xolosa ishlarini bitirib berishadi. U bo'ybasidan aytdingmi bulardan? Yo, bo'ybastlar aka 80 nari berdi-da. 80. 80 atrofida. atrofida. O'lchab ham berilaveradi. 75 oshiq olmay qo'ylar. 75 oshib ko'rinib turibdi. 80 atrofida ekan, hurmatli obunachilar. Xudo xolosa yemini yeb turgan haqiqiy zo'rlardan ekan. Dollar So'llarida bu kamdamo keladigan qo'ylardan. dollar svet mana ishqozlariga xudo xolosa tavsiya qilamiz. Bemalol aloqa ochib ko'rasizlar. Narxini nima deymiz bular? Narxini jup olishsin. Agar jup olsa, qo'z so'zi bilan kelgan. Mana shu qo'zchini qimmat bergan ekan. Aka, yaxshi qo'ydi bo'ladi. Uzunligini qarang qo'ydi. 2 kun olsin 12 million o'tib beraman obunachilarga. Joningiz sog' bo'lsin. Kami bor, ketadigan joyi bor. Aloqaga chiqsa ish bitadi. Bemalol xudo xolosa aloqa ochib ko'rakansizlar, xudo xolosa. Mana endi Met qochib bitdi mana. Obunachilar. Xudo xolosa bemalol aloqa ochib ko'rasizlar, ishlarini bitirib berishadi. Chiroyli qilib bitta narxini ayting. Narxini mayli, aka 12 qo'ymoqchi edim. Sal padishkada o'tirib tursa, vaqti bo'lsa 11,5 million bo'ladigan narx. Telefon qilsa olsa mana 11 million 500 ga. 5,5 u qancha oladi? 6. Olsin mana aka. Hurmatli 11 obunachilar, million 500 bo'lsa sotdim qo'ydi. 11 million 500 ming so'mga ikkita dollar svet, hurmatli obunachilar. Kimga qiziq bo'lsa bemalol aloqa ochib ko'rasizlar. Yaxshi ko'p qidirilgan obunachilaringiz bo'lsa, hobbingizga o'tib beraman. Ishqivoz bo'lsin, bo'lsa, voy mana 11 ga dastur kelmasa qoplamay qoladi. Ishoning 11 da ustiga qo'shib berishadi, olsin mana. 11,5 emas, o'tib beraman, 11 da ustiga qo'shib berishadi. Xatolik qo'y. Bo'ldi. Hurmatli obunachilar, bemalol aloqa ochib ko'rasizlar, ishlarini bitirib berishadi. Bizda endi keyingi partiya. Hurmatli obunachilar, bizda mana keyingi partiyamizga bitta dollar svet, bitta tojikskiy paroda, ikkita rashan paroda variantlari ekan, hurmatli obunachilar. Erinmasdan oxirigacha ko'rib turasizlar, buni ham chiroyli qilib
sizlarga yoritib beramiz. Qisqacha ma'lumotni Cho'ponboldan olamiz. Aka qo'chqor variantidan yaxshi chiroyli qo'chqor bor. Hammasi qo'chqor? Hammasi qo'chqor. 3 ta ham tumori bor aka. Ishqib oldim. Men tumorlar yerga qarang. 3 joni ham tumori bor. Ko'kni ham, qorani ham qarab turing. Bu qizilni ham tumori bor. Bittasi tumori, yana qarang. Mana. Tumorlarga bitta e'tibor berib qo'ysin. Joningiz sog' bo'lsin. Hammasini oldida tumorlari bor ekan, hurmatli obunachilar. Mana qiziqqanlarga xudo xolasa mana tavsiya qilamiz. Qo'chqorlarda haqiqiy zo'rlardan ekan. Yosh oylar nima deymiz? 6 oylikka olish olsin, o'ylanmay. Bo'y basichi? Bo'y basti 70 plyusga olsin. 70 ga olsin, mana plyus. 70 ga olar ekan, hurmatli obunachilar. Yetib oshish xudo xolasa, keyin hashagani yeb turgan, mana juda chiroyli, xudo xolasa, hurmatli obunachilar. Orqalarini ham bu chiroyli qilib ko'rsatib qo'yamiz, mana. Obunachilar xudo xolasa, raziyalari ham dakansiya ekan. Oyoqlari stakanlar chiroyli, hammasiniki bir-biridan qo'ylar xudo xolasa bir-biridan chiroyli mana obunachilar. Qiziqqanlar bemalol aloqaga chiqaverasizlar, xudo xolasa, narxlari arzon bo'ladi deyaptilar. Narxi bilan bir maqtanaylik, buni necha puldan qilib berasiz buni bir joyga olishga odamga? 4 tani olsin, Toshkentga emas, Samarqandga dastlabki qilib beraman. Obunachilaringiz maza qilib boqishsa bo'ldi, xudo xolasa. Yaxshi qo'zlar, yirik qo'ydi bolalari. 4 million so'mdan berilsa 16 million so'm bo'ladi. Men Toshkentga dastlabkasi bor. Aloqaga chiqsa. 4 million so'mdan narx aytilyapti, xudo xolasa. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. O'zimizga shu pulga kelgan, ash ko'kash qorasi, 4 tani olsa ketaveradi aka. Bo'ldi, joningiz sog' bo'lsin. Xudo xolasa aytilgan summa muhim emas, bemalol aloqaga Telefon chiqaverasizlar. qilsin, qaratingda 4 million, 16 million bo'lyaptimi? Hop, obunachilaringizga bittaga chiroyli olib baraka topishsa 15,5 million berishsin aka mana 500 ming so'm o'tib. 500 ming so'm mana o'tib berdilar mana. Olsin, baraka topishsin bo'ldi. Men so'ramasam ham o'zlari o'tib berdilar. xudo xolasa. O'g'illar masaka o'zlari sho'rdan kelgan, ancha ikkita zutku, ikkita. Xolasa mana orqa raziylarni ko'rsatamiz. Hammasi bir-biridan chiroyli, xudo xolasa. 15,5 million so'm narx aytishyapti bir joyga olgan odamga. Xudo xolasa xayr sunnatiga yana o'tib beradilar. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar, xudo xolasa. Kambag'allik bo'yqoldan variantidan. Bizni kuzatishni davom etinglar. Bizda endi keyingi partiya, hurmatli obunachilar. Hurmatli obunachilar, bizda so'nggi partiyaga ikkita ona mana bunaqa urg'ochini zo'r ekan, xudo xolasa. Kambag'allik bo'yqoldan variantidan. Qisqacha ma'lumotni o'zingiz Bu olasiz. yengilidan, kanallarda ko'rsa 4 million bir tushyapti. 4 millionda pastida obunachilaringiz olib maza qilsa bo'ldi. Oxirgi partiyani tomosha qilib, like'ni bosganlarimiz Alloh rozi bo'lsin. Joningiz sog' bo'lsin. Mana xudo xolasa, yuzlarga bir ahamiyat berasizlar. Yuzlari, quloq oshlari but-butun, xudo xolasa. Chiroyli bo'ladi. Qo'zg'aloq, yoshligi. Qatdan mana yeb ichib turibdi, yeb ishlariga. Haqiqatan Alloh ekan, zo'r ekan. Quloq oshlari butun, mana orqalari, dumbalari ham tik dumbadan ekan, xudo xolasa. Eti oshi ham yaxshi ekan. Bo'y basi nima deymiz bularni? 70 plus. 70 plus. 70 ga olsa mana plus qasi yo'q. 70 sm shuni atrofida. O'smir qo'zg'aloqda oyoq qo'l uzun. Haqiqatan mana Bo'ychan. yosh variantdan ekan. Yaylovda qo'zlari aka, adabda. Nechalik beramiz ularni? 6 oylik, 7 oylik nari berish. Tepasida bo'lmaganimizni ko'z taxmin aka. Biz ham tug'ilganda bo'lmagan. 6-7 oylik atrofidagi hurmatli obunachilar, xudo xolasa. Haqiqatan zo'ridan, yoshidan boqaman deganlarga ikkita ko'paysin variantida mana xudo xolasa. Ko'paytirib o'zlaring qo'chqorlarga bo'lsa olib qo'shib qo'ysalar, o'zidan o'zi ko'payib yuradi xudo xolasa. Xo'p, bularni endi ko'p maqtamaylik, narxga o'tamiz. Narxi nima deymiz? Narxini 4 million pastda lavz qildim aka, kanallarda ko'ryapsiz. 4 million, 4 million tushyaptimi? 3 million bo'ladigan 3 million 700 ming so'mdan telefon qilish olsin. Dastlabki qilib beraman. 7 million 400 bo'ladimi? Shunday olsin mana aka. 38 30 bachkan ishlamaymiz. 3 million 700 ming so'm mashq qo'zlarni olsin. Ish bitadi. Joningiz sog' bo'lsin. 3 million 700 ming so'mdan narx aytishyapti, xudo xolasa. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar, ishlaringni bitirib berishadi. Aytilgan summa muhim emas, xudo xolasa o'tib berishadi. Bemalol tursin, like'ni bosib tursin, zotga yaxshi qo'chqor bor. Videoni oxiriga qo'yamiz, hozir olib chiqamiz. Zotga tozanasiz aka. Yaxshi arashdan solib kiramiz olsa baraka topishadi. Mana hurmatli obunachilar, bitta qo'chqor ham bor ekan. Oxiriga mana qo'chqor Birinchi partiyadagi so'rovlarga qo'shib olsa aka, bir komplekt bo'ladi. Birinchi partiyaga 7 ta qo'shib chiqardik-ku, ashlaga qo'shsin masala. mana Zo'r bo'ladi. bir qator sizlarga men buni chiroyli qilib o'zim obzor qilib beraman. Qo'chqorlar aka. Obunachilar, Hovuzda ham haqiqiy zotga tegiyor. Hovuz hali. o'zicha ekan, xudo xolasa. Yosh karbonosini qarang, oq yuz, oq tumshuq. Qarang, badanni o'zi shu anda siz ham bozor odami Haqiqatan mana aytlar o'sha ko'rinib turibdi mana. Inshaalloh mana haqiqat zo'ridan ekan, hurmatli obunachilar. Mana stokalari ham juda chiroyli, quloq oshlari ham but-butun. Haqiqat o'ynab turgan ekan qo'chqor mana. Xudo xolasa. Hali tishimiz bo'lmagan ekan. Buni necha oylikka beramiz buni? 10 oylik plus. 10 oylik plus, ha? 10 oylik plus. Endi o'tyaptimi yoki ekishga? Mana xudo xolasa, oyoq qo'llari ham haqiqat baquvvat narsa ekan. Oq yuz variantidan, xudo xolasa. Mana oyog'ini sal tilib oldi, sololar irg'iyman deb sal chilib oladi, baylab qo'ydi. Nator tushunmasin obunachilaringiz. Hali unaqa emas, ja
Noma'liq narsa emas. Mana shu yerda endi haliga mikrob tiymasin-da, bayrab qo'ydim. Bunaqa sog'lom kelgan menga bu, sog'lom. Sog'lom qo'chqor. Mana qarang. Xudo xolasa bir hafta garantiyani berasiz. Bir hafta bemalol 10 kunga u qo'ydim badanini. bo'ldi. Joningiz sog' bo'lsin. Xudo xolasa bemalol xudo xolasa yedirib, ichirib, sinov bor. Sinov o'rasizlar xudo xolasa. Narxi aka qog'ozga emas, qo'ydi $8, $1200 qo'ysam ham ko'taradi. Arzon deb videoni boshlab chiqdingmi? Ha. Birinchi partiyaga qo'shib olishadi. O'zim tavsiya qilaman mana shuni. Ichida tavsiya qilaman, mana shu qo'chqorga tushadi. 8 million so'm bo'lsa, qo'shib beraman, olasiz. Ozgina qo'yda qiladi. Aytaveraylik, ochiq o'yin ozgina menga kelgan narxda, ammo inson kelmagan bunday. Yaxshi kelishini odamdan oldik o'zimiz, shikoz olib. Garbonosiga shikoz olib. Bo'ldi, joningiz sog' bo'lsin. 8 million so'm narx aytilyapti. Xudo xolasa bemalol aloqaga chiqarasizlar. Ishlaringni xudo xolasa bitirib berishadi. Oyoq kiyimlarini aytaverasiz. Oyoqlari ham oyoqlari ham haqiqat baquvvat narsa. Quloq boshlari ham mana but-butun ekan mana. Quloq boshlari ham but-butun. Haqiqat zo'radan ekan, hurmatli obunachilar. Simju variantida. Bemalol aloqaga chiqarasizlar, xudo xolasa ishlaringizni bitirib berishadi. Xo'p, bizda bu so'nggi partiya-da bu. So'nggi partiyaga like bosib, videoni yaxshi oshnalarga tashlab qo'ysin. Xudo xolasa bugun telefon qilisholsin. Qo'y olaman degan odam ish bitadi. Aytilgan summa muhim emas. Realni gap, qo'y narxi arzon bo'ladi. Like Joningiz sog' bo'lsin. Yil 12 oy bu yerda qo'y uzilmaydi. Bemalol pastdan nomerlarga aloqa qilib qo'yasizlar, ishlaringizni bitirib berishadi. Hurmatli obunachilar, ketkizgan vaqtlaringizga rozi bo'lasizlar. Hamma chorvasiga Alloh baraka bersin. Mana shunaqa qo'ylardan baxshilashib nasib qilsin degan aka-ukalarimiz bittadan like bosib qo'yasizlar. Kelgusi videoda ko'rishguncha xayr.